Assalamu alaykum hörmətli televizor ko'ruvchilar. Dunya Uyghur Qurultiyi to'g'ri televiziyasi kundalik xəvərlər proqramımızga xush keldinglar. Men Hidayat Musacan. Bugun 10 oyning 7-kuni payshanba. Hammalarning mush vaqtda xayrlik bo'lsin. Aziz ko'ruvchilar, tuana diqqatinglar bugungi xəvərlər proqramımızning tafsilotida bo'lsin. Amerika prezidentining davlat bexatarlik ishlari maslahatchisi Jek Sullivan 6 oktyabr kuni Xitoy Kompartiyasi siyosiy byurosining a'zosi. Xitoy tashqi ishlar ishxonasining mudiri Yang Jiechi bilan Shveysariyaning Zurich shahrida o'tkazgan suhbati jarayonida Uyg'urlar masalasini o'ttirg'a qo'ygan. Oqsaroyning bu vaqtdagi xabarda aytilishicha, bu Amerika prezidenti Jo Bayden bilan Xitoy raisi Shi Jinpingning 9-sentabrdagi telefon suhbatidan keyin o'ttirg'a chiqqan yana bir yuqori darajalik suhbat hisoblanadi ekan. Suhbatda ikki taraf har qaysi taraflar o'xshashli ko'ngil biladigan ko'plagan o'rtaq temalar haqida fikr almashtirgan. Xabarda suhbatning konkret mazmuni tilga ilinmagan bo'lib, ma'lum bo'lishicha suhbat jarayonida Uyg'urlar masalasi, Hong Kong masalasi va Tayvan bo'g'izidagi vaziyat qatorliqlar muhim tema bo'lgan. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti ijtimoiy, insonparvarlik va madaniyat komitetining 4-oktyabr o'tkazilgan umumiy yig'inida Amerikaning Birlashgan Davlatlar Tashkilotida turishliq bosh elchisi Linda Thomas Greenfield Xitoyning Uyg'urlarga qarata irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat sodir qilayotganligini qayta tanqid qilgan va Xitoy kishilarining diqqatini atalmish Xinjiangda yuz berayotgan irqiy qirg'inchilik va insonlikka qarshi jinoyatdan boshqa yoqqa yo'tkashga tirishmoqda deb ko'rsatgan edi. Dunya Uyg'ur Qurultiyi ijroiya komitetining raisi Umar Qanat apandimning istansimizga bildirish uchun navbatda Amerika Davlat Majlisida Uyg'urlarga munosabatli yana bir qancha qonun loyihasi muzokara bosqichida turayotgan bo'lib, bularning ichida Uyg'ur muhojirlarini qo'g'dash qonun loyihasi bor. Agar bu loyiha Amerika Avom va Kengash palatasida ma'qullanib rasmiy qonunga aylangan taqdirda, muhojiratdagi Uyg'urlarning Amerikaga ko'chman yoki siyosiy panohlik tilaguchi bo'lib kelish yo'llari zo'r darajada qulaylashtiriladi. Dunya Uyg'ur Qurultiyi markaziy ishxonasining istansimizga bildirishicha, bu yil 11 oyning 13-kunidan 14-kunigacha Chexiyaning poytaxti Pragda o'tkaziladigan 7-navbatlik Dunya Uyg'ur Qurultiyining tunji kuni. Yani Sharq Turkiston Cumhuriyet bayrami kuni tushdan burun Qurultiyi tarafidan Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi va Uyg'urlarning mustaqillik talablari degan temada xalqaro ilmiy muhokama yig'ini o'tkaziladi. Muhokama yig'iniga Sharq Turkiston va Uyg'urlar masalasini tadqiq qilayotgan chet ellik mutaxassislar, Uyg'urlar masalasini yaqindan qo'llab kelayotgan bir qism parlament va hukumat a'zolari, xalqaro kishilik huquq tashkilotlarining mas'ullari, shundaqla matbuotlarga to'nilgan jazo lageri shohidlari taklif qilinadi. 7-navbatlik Dunya Uyg'ur Qurultiyiga 30 davlatdan saylab chiqilgan 207 nafar rasmiy vakil va 87 nafar kandidat vakilmi mazkur muhokama yig'iniga ishtirok qiladi. 11 oyning 13-kuni tushdan burun Pragda chaqiriladigan mazkur muhokama yig'ini va Sharq Turkiston Cumhuriyet kunimizni qutlug'lash murosimi ommaga ochiq bo'lib, Chexiyaga qo'shni bo'lgan Germaniya va Yevropaning boshqa ellardagi qarindoshlarimizmi agar sharoiti yor bersa Pragga bevosita kelib qatnashsa bo'ladi. Mazkur yig'in sizlar ko'rayotgan Dunya Uyg'ur Qurultiyi to'g'ri televiziyasining YouTube va Facebook sahifalari orqali naq maydondan bevosita tarqatiladi. 7-navbatlik Dunya Uyg'ur Qurultiyi tayyorlik komitetining raisi Parat Yo'ronqash apandi bugun istansimizga qilgan so'zida Qurultayning yangidan saylab chiqilgan rasmiy vakil va kandidat vakillarining cho'qim 11 oyning 13-kunidan 14-kunigacha Chexiyaning poytaxti Pragda o'tkaziladigan 7-navbatlik Dunya Uyg'ur Qurultiyiga bevosita kelib qatnashishining shart ekanligini, bu shartning vakillik saylimidimi alohida ta'kidlanganligini, favqulodda sabablar tufaylidan Qurultayga bevosita qatnashish imkoniyati bo'lmagan vakillarimizning Qurultay tayyorlik komitetiga qoyil qilarlik darajada izohat berishi va Qurultayga to'r orqali qatnashishi lozimligini, agar hech bir sabab ko'rsatmay turib Qurultayga qatnashmagan vakillarning vakillik salohiyatining avtomatik holda qoldiriladiganligini ifoda qildi. Uyg'urlar masalasi xalqaro muhim masalalarning biriga aylangan va Uyg'ur milliy harakati tarixiy bir burilish nuqtasiga qadam qo'ygan intayin xalqiliq paytda chaqiriladigan 7-navbatlik Qurultayda Qurultayning yangi rahbarlik hay'ati saylab chiqilish bilan birga yana milliy harakatimizning bundan keyingi yangi strategiyalik plani va yo'l xaritasi turg'izib chiqiladi. Amerika ijtimoiy taratquv supsi Facebookning bir sobiq ijroiya amaldori Xitoy va Eronga o'xshash davlatlarning Facebook supsida josuslik harakati bilan shug'ullanadiganligini, bo'lib Xitoyning bu supidan foydalanib dunyoning har qaysi joylaridagi Uyg'urlarni ta'qib qiladiganligini, biroq Facebookning buni bilib turib etmaganligini oshkorladi. Fransız Xavgin ilgari Facebookning istixborot tahdid gruppasining xizmatiga yetakchilik qilgan bo'lib, u Xitoyning Facebook supsini o'zining yomon g'arazi uchun foydalanayotganligini Facebook shirkatining bilib turib, yo'l qo'yganligini Amerika Kengash palatasining 5-oktyabr o'tkazilgan bir qitimliq guvohlik yig'inida oshkorlagan. Fransız Xavgin bu ishlarni Facebookning Instagram epi oson ziyonkashlikka uchrash ehtimoli bo'lgan o'smirlarda tashvish va o'zini o'ldirib olish xiyolini kuchaytirib etish. Facebook buni bilib turibmi, buningga qarshi hech qanday tadbir olmaslik bilan ayblanayotgan bir vaqtda bosh qilgan.
Fransis Haugenning Amerika Kengash Palatasının iste'molchilarni qo'g'dash, mahsulot va sondan bexatarlik tuvan komitetidagi guvohlik yig'inida aytishicha, u Facebookning istixborot tahdid xizmatini qilgan vaqtida uning guruhi Xitoyning Facebook supsidan foydalanib dunyoning har qaysi joylaridagi Uyg'urlarni kuzatish harakatini ta'qib qilish xizmatini ishlagan ekan. U bu so'zlarni Jumhuriyatchi Kengash Palata a'zosi Dan Sullivanning Facebook Xitoyga o'xshash istibdod davlatlar, İrandagi Oyatulloh yoki Talibanga o'xshash terrorlik mohiyatidagi kishilarni, Xi Jinpingdek bu asardagi eng chong istibdod raqiblarni munbar bilan ta'minlayotganmi degan savoliga bergan javobida aytgan. Fransis Haugen mundaq degan: "Men tahdid istixboroti xizmati bilan shug'ullangan vaqtimda, ya'ni josuslikqa qarshi turish xizmat guruhisining programma direktori bo'lib ishlagan vaqtimda, mening guruhim bevosita Xitoyning Facebook supsida dunyoning har qaysi joylaridagi Uyg'urlarni tekshirish harakatini ta'qib qilish xizmati bilan shug'ullangan. Amaliyotda siz Xitoyning qilgan bu ishlarga asoslanib Uyg'urlarni topa olaysiz." Fransis Haugenning so'zi Kengash Palata a'zosi Dan Sullivanda bizning raqiblarimiz Facebookdan Amerikaning chiqimi bilan o'zlarining manfaatini olg'a surish uchun foydalanyapti degan savol paydo qilgan. Haugenning aytishicha, Xitoyning Facebookdan foydalanayotganligi bir reallik bo'lib, Facebookning buningdan to'liq xabari bor ekan. U Dan Sullivanning savoliga javob berib, shundoq: Facebookning bu supida mushundaq ishlarning bo'layotganligidan nihoyatda yaxshi xabari bor. Men ishonamanki, davlat majlisining bu ishda qanchalik odamning ishki qismida ishlayotganligi to'g'risida dokladga erishamasga qabul qilinmaydi. Chunki sizning Amerika xalqini qo'g'dash huquqingiz bor degan. Facebook Xitoyda cheklansimi, biroq u muhojiratdagi Uyg'urlarning kundalik hayotida keng qo'llanadigan asosli ijtimoiy aloqa vositasidir. Xitoyning 2017-yili boshlangan cho'ng tutqunidan burun undidor bir mazgil davlat ichi sirtidagi Uyg'urlarning eng asosli aloqa quroliga aylangan. Biroq 2017-yili boshlangan cho'ng tutqunda undidor Xitoyning Uyg'urlarni tutqun qilishining muhim uchur manbasi bo'lib qolgan. Nurg'un Uyg'urlar undidorga yo'llagan uchur yoki chet el bilan bo'lgan aloqasi sababli lagerlarga qamalgan yoki kesilgan edi. Lekin Facebookning ijroiya direktori Mark Zuckerberg Fransis Haugenning ayblashlariga qarata Facebook va uning Instagram yumshoq detalini oqlagan. Amerikaning CNBC kanalining xabar qilishicha, Zuckerberg Fransis Haugenning guvohlik berganda nurg'un masalalardagi xaraklantirishiga qo'shilmaymiz degan. Lekin 5-oktyabr kunidagi guvohlik yig'inida Kengash Palata a'zosi Richard Blumenthal Haugenning Facebook Xitoy va Ironga o'xshash davlatlarning Facebook supsida josuslik qilishiga yo'l qo'yganligiga oid guvohlik so'zi yana bir guvohlik yig'ini chaqirishning yo'lini ochganligini aytgan. Fransis Haugenning so'zi darhol kishilik huquq tashkilotlarining diqqatini qo'zg'agan. Amerikadagi Uyg'ur kishilik huquq qurilishining programma direktori Peter Ervangning aytishicha, Facebook o'zining bu xatoligini darhol tuzitib, Xitoyning josuslik harakatlariga qarshi tadbir olmasa, bu Uyg'urlar uchun baxatarlik ekan. Peter Ervang mundaq deydi: Facebook o'tgan hafta ommaviy uchur e'lon qilib, bu ishlarning bo'lganligini ko'rsatdi. Bu bir ijobiy ifoda bo'lsa-mu, biroq o'xshash bir vaqtda Facebook tadbir qo'llanib, buning qayta yuz bermasligiga yoki Xitoy hukumatining bu xil harakatlariga qarshi tadbir elishga kafolatlik qilmasa chatoq bo'ladi. Peter Ervangning ogohlantirishicha, agar Facebook bu masalani muvofiq hal qilmasa, bu Uyg'urlar vaziyatini texmo yomonlashtirib, kishilarning turmaga qamilishini keltirib chiqaradi ekan. Peter Ervang yana davlat majlisining bu masala to'g'risida darhol guvohlik yig'ini chaqirib, haqiqiy ahvolni egillashi, ikkinchi qadamda Facebookning buningga qarta tadbir elishini talab qilishi kerakligini bildirdi. Fransiyaning Paris shahri 13-noyabr 2 qitimlik Sharq Turkiston Cumhuriyetining qurilgan kuni shaharlik hukumat binosini Uyg'urlarning oy yulduzli ko'k bayrog'ining rangida yoritib, ularni qo'llaydiganligini ifodalashni qaror qilgan. Cumhuriyetchilar Dunya nomli to'rining xabar qilishicha, Paris shahar boshlig'i An Hidalgo 4-oktyabr kuni Parijning qat'iy ravishda Uyg'urlar sepida turadiganligini va shaharlik hukumat binosini ko'k rangda yoritadiganligini aytgan. Cumhuriyetchilar Dunyasining xabarida aytilishicha, Paris shahar boshlig'i An Hidalgo Twitterga yo'llagan bu vaqtdagi uchurda nurg'un kishi bu shanba Uyg'urlarni qo'llash uchun namoyish qilgan bir vaqtda Paris ziyonkashga uchirgan bu xalq bilan bir safda turadi. Bir Uyg'ur uyi pat yaqinda Parijda ichiladi va shaharlik hukumat binosi Uyg'ur rangida yo'ritiladi degan. 2-oktyabr kuni Xitoy davlat bayrami munosabati bilan minglagan namoyishchi Paris shahrida Uyg'urlarni qo'llash namoyishi o'tkazib, Yevropa ittifoqining Uyg'ur majburiy emgak mahsulotlarini cheklashini talab qilgan. Shundaqla Parijliklarni Xitoyning Uyg'urlarga ziyonkashlik qilishini ayblashga chaqirgan. Parijdagi mazkur namoyish zo'r ta'sir qo'zg'agan edi. Dunya Uyg'ur Qurultiyi markaziy organining bugun stansimizga bildirishicha 7-navbatlik Dunya Uyg'ur Qurultiyi tövandagi organlardan tarkib topildi. Dunya Uyg'ur Qurultiyi vakillar qurultiyi, Dunya Uyg'ur Qurultiyi raisligi, Dunya Uyg'ur Qurultiyi ijroiya komiteti, Dunya Uyg'ur Qurultiyi taftish hay'ati, Dunya Uyg'ur Qurultiyi fondi, Dunya Uyg'ur Qurultiyi ijroiya komiteti tarkibidagi komitet va markazlar, Dunya Uyg'ur Qurultiyining tayinlangan alohida xodimlari, Dunya Uyg'ur Qurultiyi vakillar qurultiyi qurultayning eng oliy huquqli organi bo'lib, vakillar qurultiyi 207 nafar rasmiy vakil va 87 nafar kandidat vakildan tashkil topadi. Dunya Uyg'ur Qurultiyining raisligi qurultayning rasmiy vakil va kandidat vakillari tarafidan saylab chiqilgan 1 nafar rais va 3 nafar muavin raisdan tashkil topadi.
Qurultayning muavin raislari tövəndəki sohalarga mas'ul bo'lib, raisga yordamlashib ish ilib boradi. Har bir muavin rais qurultay vakillari ichidan yoki sirtidan muvofiq sonda maslahatchi va yordamchilarni vazifaga qo'yish huquqiga ega. Qurultayning siyosiy va strategiya ishlariga mas'ul muavin raisi. Qurultayning tashkiliy ishlariga mas'ul muavin raisi. Qurultayning xalqaro tashkilotlar va hukumatlar bilan bo'lgan tashkiliy aloqa xizmatlariga mas'ul muavin raisi. Dunya Uyg'ur Qurultiyi ijroiya komiteti 1 nafar rais va 4 nafar muavin rais va ijroiya komiteti tarkibidagi 15 xizmat komitetining mudirlaridan tashkil topadi va bular qurultay vakillari tomonidan saylab chiqiladi. İcraiya komitetining har bir muavin raisi ayrim holda ijroiya komiteti qarmog'idagi 3-4 xizmat komitetiga mas'ul bo'lib, ijroiya komiteti raisga yordamlashib ish bajaradi. Dunya Uyg'ur Qurultiyi taftish hay'ati 1 nafar bosh taftish va 4 nafar muavin bosh taftishdan tarkib topadi. Muavin taftishlar har qaysi rayonlar bo'yicha bosh taftishga yordamlashib vazifa o'taydi. Taftish hay'ati qurultay vakillari ichidan har qaysi davlatlardan o'z yordamchilarini vazifaga qo'yish huquqiga ega. Dunya Uyg'ur Qurultiyi fondi 1 nafar rais va 2 nafar muavin raisdan tashkil topadi va qurultay vakillari tomonidan saylab chiqiladi. Muavin raisning birisi Uyg'urlik badali va har xil shakldagi iyon to'plash ishlariga mas'ul bo'ladi. Yana bir muavin rais xalqaro fondlarga yangi proyektlar sunib, iqtisodiy yordam olishga mas'ul bo'ladi. Qurultay fondi raisi har qaysi davlat va shaharlarda vakillar ichi va sirtidan o'z yordamchilarini vazifaga qo'yish huquqiga ega. Dunya Uyg'ur Qurultiyi ijroiya komiteti qarmog'idagi tövəndəki 15 komitet va markazlarning mudirlari qurultay vakillari tomonidan saylab chiqiladi. Muavin mudirlari mudirlarning taklif qilishi va ijroiya komitetining tasdiqi bilan vazifaga qo'yiladi. İnsan haqlari komiteti, ishki ishlar komiteti, Xitoy ishlari komiteti, diniy ishlar komiteti, ayollar komiteti, yoshlar komiteti, sahiya komiteti, ekologiya komiteti, ma'rif komiteti, madaniyat komiteti, qonun komiteti, tashviqot uchur markazi, muhojirlar markazi, tadqiqot markazi, nashriyat markazi. Dunya Uyg'ur Qurultiyining tayinlanadigan alayda xodimlari qurultayning xizmat ehtiyojiga qarab qurultay raisi tomonidan vakillar ichi va sirtidan vazifaga taklif qilinadi va ijroiya komitetining tasdiqiga sunadi. Bular tuvandikicha: maslahatchilar, bayonotchilar, kotib, arxiv bo'limi mudiri, rayonlar bo'yicha alayda vakil, sohalar bo'yicha alayda vakil, qurultayning har qaysi davlatlardagi maxsus ishxonalarining mudirlari. Hurmatli ko'ruvchilar, yuqorida Dunya Uyg'ur Qurultiyi to'g'ri televiziyasi kündilik xəvərlər pirugrammisidə diqqətinizə sunduq. Keyin qaytımlıq proqramımızı görüşəylik. Görüşkəman boğaysılar. Xeyri xoş.